Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari. Spanli bo'ladigan divanlarimizni mana yangi obzorlarni qilmoqchimiz. Mana buni ko'k svetida, bu rangida. Xudo xolasa zakazga qarab bo'ldi mana hammasi. Mana molojniy degan, yashil degan, yana mana ko'k degan klientlarimiz talabiga qarab istagan ranglarda mana tayyorladik. Xudo xolasa hozir mana ikkitamiz Samarqandga ketyapti, bittamiz Sirdaryoga, Jizzaxga, xudo xolasa yana Namangan, Toshkent aniqlarga zakazlarimiz bor, Alloh nasib qilsa. Mana spanli bo'ladigan divanlarimiz. Mana yig'ilgan holati. Bu mana spanli holati, sondolari bor. Mana bir jup yostoqlari bo'ladi. Hozir qo'yib qo'yamiz yostoqlarini mana bu holatda. Mana xo'p, materiali qanaqa deganlarga, material mo'shi material bo'ladi. Unaqa haligi tvitlashmaydi. Misol dog' ushamaydigan material. Dog' ushamaydigan material. Mo'shi material. Yog'ochi sasnadan 100%. Unaqa teri aralashmaydi biz ishlarga. Xo'p, yonlari display MDFda yig'ilgan. Xudo xolisa mana ko'rib olaringlar. O'zbekiston xalqi uchun istagan ranglarda mana xohlaganidaqa tayyorlab berilyapti. Ko'k deganga ko'k, yashil deganga yashil, molojniy deganga molojniy. Alloh nasib qilsa mana ishlarimiz kelishilgan holatda mana O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beryapmiz. Alloh nasib qilsa. Buni ham mana sondolarini ko'rib ko'rasizlar. Hozir mana Isuzu kelyapti. Xudo xolisa Isuzuga bir yo'l yuklab chiqaveriladi, Alloh nasib qilsa. Razmerlari 1.75 ga, uzunisi 2 metr bo'ladi. Ochilgan holatida, mana yig'ilgan holatida eni ash holatda 1.75 bo'ladi. Yig'ilgan holatda bu yoqqa 1.10 joyga tushadi. Machalkalik materiallar mo'shi material. Yog'ochlari sasnadan, yonlari display MDFda yig'ilgan. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabki qilib beramiz. Hali ko'pchilik dastlabkasi ichida ekan u deydi. YouTube kanalida har xil odamlar chiqarishyapti, har xil ishlarni dastlabkasi ichida deb turadi. U dastlabkasi ichida deyilgandan keyin bu narsani qimmat aytishadi. Mana men ishlarim mashlar 2.400.000 so'mdan beryapman. Joyda boshqa viloyatlarga dastlabkasi pulli. Mana xudo xolasa Isuzu ham keldi mana. Xudo xolasa mana Isuzu'miz keldi mana. Samarqandga chiqarib yuboryapmiz inshaalloh. Mana Samarqand, Jizzax, Sirdaryo qilib xudo xolasa ishlarimizni chiqaryapmiz mana. Kimga shunaqa spanli bo'ladigan divanlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Pastga nomerlarimizni chiqarib qo'yamiz. Inshaalloh kelishilgan holatda chiroq qilib jo'natib beramiz. Ranglari o'zgarsa, puli o'zgarmaydi. Shu turishda puli narxi o'zgarmaydi. Rangini xohlagan ranglardan zakaz qilaverasizlar.